Qalbing osmon sari ochilgan lahzada seni salom degan muborak darvoza bag'riga oladi. Kel, biroz shu yerda qolaylik. Dunyoning og'ir yuklarini yelkamizdan tushiraylik. Chunki bu maskanda bezovta qalblar orom topadi. Siniq ko'ngillar taskin topadi. Bu yerdan taralgan muattar ifor butun olamni o'ziga chorlaydi. Bu yerga kelgan inson o'zini Robbisiga yanada yaqinroq his qiladi. Bu rahmat, muhabbat va hikmat bilan yo'g'rilgan muborak maskan. Uning nuri zulmatlarni yoritadi. Uning sokinligi qalblarga xotirjamlik bag'ishlaydi. Men jannat hidlari ufurib turadigan bog'man. Mevalarim rahmat, soyam mehrdir. Kim menga muhabbat bilan kelsa, qalbida jannat sog'inchini his etadi. Men shunday maskanmanki, qalblar menga oshiq bo'ladi. Bu yerda umidlar so'nmaydi. Bu yerda duolar javobsiz qolmaydi. Jannatdan tushgan nur hanuz bu yerni tark etmagan. Shu nur sabab ko'zlar haqiqatni ko'radi, qalblar esa Robbisini taniydi. Mana shu yerda minbar qad rostlagan. Shu minbardan insoniyat sayyidining muborak so'zlari yangragan. Bu Allohning eng suyukli bandasi yashagan, sajda qilgan, ummatiga rahmat bo'lib kelgan maskan. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muborak xotiralari yashaydigan joyman. Har bir g'ishtim u zotning ibodati, sabri va rahmati haqida hikoya qiladi. Mana shu yerda peshonalar sajdaga qo'yildi. Shu sajdalar tufayli yer barakaga to'ldi, osmondan esa rahmat yog'ildi. Mana shu yerga vahiy nozil bo'ldi. Osmon bilan yer o'rtasidagi eng buyuk rishta aynan shu yerdan bog'landi. Bugun ham bu devorlar salovat sadolarini eshitadi. Go'yo ular ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni sog'inib turganday. U zotga aytilgan har bir salovat mushkdek xushbo'ydir. Uni aytgan har bir qalb esa nurga to'ladi. Kim bu yerga muhabbat bilan kelsa, qalbi taskin topadi. Kim Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni sevsa, bu maskanni ham sevmasdan iloji yo'q. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni sog'inib yashayman. Bu sog'inch hech qachon tugamaydi. Har bir kunim u zotning xotiralari bilan yashaydi. Axir oddiy bir xurmo daraxtining tanasi ham u zotdan ayrilganda yig'lagan edi. Endi u zotni sevgan qalb qanday qilib ko'z yosh to'kmasin? Men Ka'b ibn Malikning tavbasini ko'rdim. Pushaymon ko'z yoshlarining rahmatga aylanganini ko'rdim. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tabassumlarini ko'rdim. U tabassum butun olamga baxt ulashgan edi. Men Abu Lubobaning chin tavbasiga guvoh bo'ldim. Samimiy tavba hech qachon javobsiz qolmasligini bildim. Bu yerda gunohlar kechirildi. Bu yerda rahmat g'olib bo'ldi. Bu yerda muhabbat yana bir bor g'alaba qildi. Men Zaynabning sadoqatini,
Abul Asning omonlik bilan qaytganini ko'rdim. Chunki bu din rahmat, vafo va kechirim dinidir. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tunlari ko'z yosh bilan Robbisiga munojot qilgan sajdagohi bo'lganman. Atrofimni Qubo va Baqiyning muborak tuproqlari o'rab turadigan har bir zarram u zotning muborak izlarini sog'inadi. Madinaning shamoli Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hidlarini sog'ingandek mayin esadi. Har bir xurmo daraxti ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muborak izlarini sog'inib yashaydi. Bu maskan oddiy xotira emas. Bu muhabbat manzili, bu sog'inch manzili, bu qalblarni tiriltiradigan muborak Madina. Ya Allohning rasuli, biz sizni ko'rmagan bo'lsak-da, sizni jon dildan sevamiz. Sizni sog'inib yashaymiz. Va Robbimizdan bir kun kelib jannatda sizning muborak huzuringizda jam qilishini umid qilamiz. Allohumma salli va sallim va barik ala sayyidina Muhammad.